2025 Chevrolet Spin modeli oilaviy va kundalik foydalanish uchun mo'ljallangan zamonaviy va amaliy avtomobil sifatida katta e'tibor qozonmoqda. Ushbu video davomida biz Chevrolet Spinning umumiy dizayni, texnik imkoniyatlari va haydovchi hamda yo'lovchilar uchun taqdim etadigan qulayliklarni batafsil ko'rib chiqamiz. Model tashqi ko'rinishida soddalik va zamonaviylik uyg'unlashgan bo'lib, keng kuzov shakli va balandroq klerens uni shahar hamda uzoq safarlar uchun mos qiladi. Old panjaraning yangilangan dizayni va LED yoritgichlar avtomobilga yanada ishonchli va jozibali qiyofa beradi. Salon qismi keng va funksional tarzda ishlab chiqilgan. Chevrolet Spin 7 o'rindiqli konfiguratsiyani taklif qilishi bilan katta oilalar uchun juda qulay hisoblanadi. Ichki bezakda sifatli materiallar ishlatilgan bo'lib, o'rindiqlar uzoq yo'lda ham charchamaslik uchun ergonomik tarzda joylashtirilgan. Multimedia tizimi sensorli ekran orqali boshqariladi va smartfonlar bilan ulanish imkoniyatiga ega. Rul boshqaruvida joylashgan tugmalar haydovchiga e'tiborini yo'ldan chalg'itmasdan asosiy funksiyalarni boshqarish imkonini beradi. Texnik ko'rsatkichlarga to'xtaladigan bo'lsak, 2025 Chevrolet Spin tejamkor va ishonchli dvigatel variantlari bilan taklif etiladi. Ushbu dvigatellar shahar ichida ham, trassa sharoitida ham barqaror ishlashi bilan ajralib turadi. Avtomatik va mexanik uzatmalar qutisi variantlari mavjud bo'lib, haydovchi o'z didiga mosini tanlashi mumkin. Yonilg'i sarfi tejamkorligi Chevrolet Spinni byudjetni o'ylaydigan xaridorlar uchun yanada jozibador qiladi. Osma tizimi notekis yo'llarda ham yumshoq yurishni ta'minlaydi. Xavfsizlik masalasida ham Chevrolet Spin yetarli darajada jihozlangan. Avtomobilda ABS, barqarorlikni nazorat qilish tizimi va bir nechta havo yostiqchalari mavjud. Bu esa haydovchi va yo'lovchilarning xavfsizligini yuqori darajada ta'minlashga xizmat qiladi. Orqa kamera va parktronik tizimlari tor joylarda mashinani qulay boshqarishga yordam